Farg'ona viloyatining Olis So'x tumanida yoshlar o'rtasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun sportning futbol va mini futbol turlari bo'yicha musobaqalarning tuman bosqichiga start berildi. So'nggi yillarda an'anaviy ravishda o'tkazilayotgan ushbu musobaqa chekka tumanda ham yoshlarni o'z atrofida birlashtira oldi. Marosimda tuman hokimligi vakillari ishtirok etib, yoshlarni sportga jalb etish, ularga zaruriy shart-sharoitlar yaratish, sportning barcha turlarini rivojlantirish bo'yicha tumanda amalga oshirilayotgan ezgu tashabbuslar haqida alohida to'xtalib o'tdilar. O'yingoh uzra davlatimiz madhiyasi yangragach, musobaqaga start berildi. Mana bugun 5 tashabbus olimpiadasi doirasida So'x tumanida Davlat xavfsizlik xizmati kubogining tuman bosqichi boshlandi. Albatta mini futbol turi bo'yicha bunda 27 ta mahalladan kelgan jamoalar o'zaro kuch sinashib, tuman miqyosida birinchi o'rinni egallagan jamoa albatta So'x tuman sha'nini himoya qilib, borib viloyat bosqichida munosib ishtirok etadi. Albatta men Sarikanda mahallasi yoshlar yetakchisi sifatida bugun bizga mana shunday yangi stadion qurganimiz bu bejizga emas, bu tom ma'noda Xudo xolasa mana shu mahallamiz yoshlari bilan birgalikda, mahallamiz jamoasi bilan birgalikda oldimizga maqsad qilib katta tayyorgarlik ko'rganmiz. Bundan ko'zlagan asosiy maqsadimiz albatta tuman miqyosida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, viloyat bosqichida ishtirok etish va u yerda ham g'oliblikni qo'lga kiritib, respublikada o'rin olishga albatta jamoamiz bilan maqsad qilib olganmiz. Sport salomatlik va irodani mustahkamlash bilan birga kishida qat'iyat, matonat, shijoat kabi xislatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sabab yoshlarni sportga jalb etish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish ayni kunlarda eng muhim masala hisoblanadi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun tumanda boshlangan sport musobaqasi g'oliblari mazkur musobaqaning viloyat bosqichiga ham yo'llanma oladi. Mana bugun So'x tumanida futbol musobaqasi boshlandi. Biz Novon mahallasi nomidan ishtirok etyapmiz. Bu futbol musobaqalari albatta bizga juda ham foydali, chunki bo'sh vaqtimizni mazmunli o'tkazishga harakat qilamiz. Bizning maqsadimiz tumanda g'olib chiqib, respublika miqyosiga chiqish. Bu kabi musobaqani tashkil etish albatta yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga ya'ni asosiy turtki bo'ladi. Biz eng chekka qishloqda yashasak ham sport bilan shug'ullanishimiz uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ayni damda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun So'x tumanida futbol musobaqasi yoshlar ishtirokida davom etmoqda. O'zining go'zal va maftunkor tabiati bilan barchani o'ziga mahliyo etib kelayotgan Olis So'xda so'nggi yillarda sport sohasi ham rivojlanib, uning barcha turlariga qiziquvchi yoshlarning soni kundan kunga ortib bormoqda. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev So'x tumanidan tayyorlandi.